Bitta urinishda ikki xil nachinkali, yong'oq va olmali shirinlik tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Oldin margarin bilan unni krujka holiga keltirib olamiz. Rush milkni smetanalari, ikkita dona tuxum sarig'i, soda bilan уксусni o'ldirib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimizni 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Tindirib o'tirishimiz ham shart emas. Birinchi bo'lak xamirni ochib olamiz va ichiga nachinka solamiz. Birinchi nachinkamizni yong'oq, shakar va haligi ikkita tuxumni oqini aralashtirib, yoygan xamirimizga solamiz. Yoygan xamirimizni rulet shaklida o'rab olamiz. Bitta zvala xamirimizdan ikkita yong'oq nachinkali rulet chiqadi. Ikkinchi zvalamizni ham xuddi birinchisi singari yoyib olamiz. Buni nachinkasi olma, shakar, koritsa va kukuruzning kraxmaldan iborat. Xuddi birinchisi singari buni ham rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletlarimizni listimizga taxlaymiz va ustini o'tkir pichoq bilan tilib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib 180 gradusda qizigan duxovkamizga yuboramiz. Bitta urinishda shunaqangi shirin, ikki xil mazali shirinlik tayyor bo'ladi. Ikkalovini ham mazasi o'zgacha, bir-biriga umuman o'xshamaydi. Yig'in qiladigan bo'lsangiz, bitta urinishda ikki xil shirinlik stolingizda tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.